Salom do'stlar. Bugungi gapirib bermoqchi bo'lgan mavzuyim 8-juft nervining nevrinomasi yoki 8-juft nervining shvanomasi deyiladi ko'p holatlarda. Bu haqda o'zi avval ham bir operatsionidan video qilganman, tushuntirib berganman bu o'sma haqida operatsiya qilganimda. Nimaga aynan shu mavzuni tanlaganim, yaqinda bir bemor bilan gaplashib qoldim. 8-juft nervida nevrinomasi bor ekan. Uzoq gaplashdik. Va aytdilarki, ko'pdan beri qidirib yuribman, menda shu muammo bor. Har xil mutaxassislarga bordim. Ayrim mutaxassislar aytdiki, O'zbekistonda 8-juft nevrinomasi operatsiya qilinmaydi. Faqatgina teoriyada, ya'ni nazariy o'rganishadi, lekin praktikada kam operatsiya qilishadi deb. Bunaqa safsatani eshitganimdan keyin to'g'risi shu haqda bir video qilmoqchi bo'ldim. Umuman olganda 8-juft nevrinomasi nima? Asosan nevrinomalar o'zi aslida nafaqat 8-juft nervida bo'ladi. Qalin nerv bor bo'lgan joyda hammasida bo'lishi mumkin, chunki bu aynan nervi qobig'i bo'ladi, neyrolemma deyiladi va uni tarkibidagi o'sha merelin oqsili bor. O'sha merelin oqsilini ishlab chiqaruvchi genni mutatsiyasi natijasida yuzaga keladi. Shuning uchun qalin nerv borki, unda aynan shu endi merelin oqsili qalin nerv bo'lgandan keyin tabiiyki unda qobig'i ham qalin bo'ladi va o'sha merelin oqsili ko'p miqdorda bo'ladi. Ya'ni o'shaning uchun aynan shu qalin nervlarda nevrinomani paydo bo'lish ehtimoli juda ham yuqori. Va aynan shunaqa nervlardan bittasi bu 8-nerv. Bundan tashqari yana ko'ruv nervida ayrim kaudal nervlar, ya'ni yutinish 9-10-juft nervlarda ham bo'lishi mumkin, kamdan kam holatlarda va orqa miya koreshoklari, ya'ni orqa miyadan chiqadigan o'sha nervlarda ham bo'lishi mumkin, ular ham qalin bo'ladi. Xullas 8-juft nervida shunaqa qobiq qalin bo'ladi va tabiiyki nevrinoma juda ko'p uchraydi. Aynan shu nervda. Qizig'i shundaki, 8-juft nervi o'zi murakkab nerv hisoblanadi. Eshituv nervi bo'ladi, sezgi va vestibulyar, ya'ni tanani muvozanatini his qiladigan retseptorlardan keladigan impulslarni bosh miyaga yetkazadi. Ya'ni tanamiz tik turibdimi, yotibmizmi, va shunga qarab muvozanat saqlashi mexanizmlari aynan shu retseptorlardan boshlanadi va o'sha retseptorlardan impuls bosh miyaga yetib boradi va buni natijasida biz ma'lum bir vaziyatlarda tanamizni tik tutishga yoki muvozanat saqlashga erishamiz. Vestibul shuning uchun ham 8-juft nerv bu vestibul koxlear nerv deyiladi. Koxlear bu eshituv nervi, vestibulyar bu vestibulyar apparatdan keladigan impulslarni olib keladi. Va bundan tashqari yuz mushaklarini harakatlantiruvchi nervlar va eshituv va vestibulyar nervlardan tashqari yana aynan shu nerv bilan birgalikda yuzni mushaklarini harakatlantiruvchi yuz nervi qo'shilib ketadi bitta tutamda. Tabiiyki, agarda bu nervlarning bittasida o'sma paydo bo'ladigan bo'lsa, 4 ta nervi ham tabiiyki jarohatlaydi. Natijada kasallik asosan nimadan boshlanadi? Eng birinchi jarohatlanadigan nerv bu eshituv nervi. Bemorlar bir tomonlama yoki ikki tomonlama rivojlanadigan bo'lsa, ikki tomonlama oldin shovqin paydo bo'ladi qulog'ida, keyin bora-bora sekin-sekin eshituv pasayib boradi va eshituv bir kun kelib yo'qoladi. Uzoq muddat bunaqa kasallar lor doktorlarga boradi, nevropatologlarga boradi. Oxir-oqibat keyin MRT qilgandan keyin o'sha 8-juft nervida shvanom, nevrinoma borligi aniqlanadi va neyroxirurgga murojaat qiladi. Bu holatda yagona davolash usuli bu operativ davo, ya'ni operatsiya qilish kerak bo'ladi. O'smani olib tashlash kerak bo'ladi. Bosh miyani o'sha quloq orqa tomonidan retrosigmoid dostupdan kirib, miyani asosiga kirib, aynan o'sha nerv chiqadigan joyga yetib borib, sekinlik bilan olib tashlanadi mikroxirurgik instrumentlar bilan birgalikda. Bu demak, yuqorida aytib o'tganimdek, yuz nervi ushbu vestibul koxlear nervga, ya'ni eshituv nerviga bitta tutam bo'lib ketgandan keyin tabiiyki yuz nervini operatsiya vaqtida yoki umuman operatsiyadan oldin o'sma tomonidan jarohatlanib ta'sirlanishi yoki umuman funksiyasini yo'qotish ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi.
Bu esa kosmetik jihatdan yaqqol ko'zga ko'ringani uchun juda ham muhim hisoblanadi. Eshitish mayli, eshitish tiklanmaydi. O'sha juda deyarli 60-70% holatlarda bemorlar o'sha eshitishini to'liq yo'qotgandan keyin keladi, biz operatsiya qilib olib tashlaymizmi, olib tashlaymizmi, u eshitishini tiklab bera olmaymiz, chunki u nerv yo'q, o'sha eshituv nervi. Yuz nervi saqlangan holatda keladigan bemorlar bu masala hisoblanadi. Chunki yuz nervi shikastlanadigan bo'lsa, yuz bir tomonlama falaj bo'lib qoladi, osilib qoladi va agarda to'liq jarohatlanadigan bo'lsa, umuman tiklanmasligi ham mumkin. Ya'ni umrbod odamlar, shu bemorlar yuzi bir tomoni osilgan falaj holatda yurishiga to'g'ri keladi. Bu juda ham yomon asorat, chunki yuz bo'lgandan keyin tabiiy ko'z ham yumilmaydi va postoyanno ko'z yumilmagandan keyin ko'z yosh ajralmaydi. Ajralgan ko'z yosh quritishga, ho'lni namlab turishga ulgurmaydi va natijada ko'zda keratit, konjunktivitlar doimiy va ovqat yeganda bir tomoni bilan chaynolmaydi, og'zidan so'laklar chiqib ketadi. Xullas, yaxshi asorat emas bu. Afsuski bunaqa holatlar ham bo'lishi mumkin. Aynan buni oldini olish uchun zamonaviy neyroxirurgiyada juda ham ko'p uskunalar mavjud. Eng asosiysi bu intraoperatsion neyromonitoring. Ya'ni bu nima degani? Operatsiyadan oldin biz yuzni harakatlantiruvchi har bitta mushagiga datchiklar qo'yib chiqamiz, elektrodlar, va operatsiya davomida stimulyatsiya qilib turamiz. Stimulyatsiya qilib turamiz yoki doimiy potokka qo'yib qo'yamiz. Ya'ni operatsiya paytida agar aynan yuz nervi ta'sirlanadigan bo'lsa, bizda neyromonitoringda signal keladi va biz to'xtaymiz shu joyda. Yoki bo'lmasa, kesmoqchi bo'lgan joyimizni avval tekshirib olamiz. O'sha joyda yuz nervidan signal bo'lmasa, значит, bezopasniy joy, ya'ni xavfsiz joy hisoblanadi. Va aynan neyromonitoring keng ko'lamda neyroxirurgiyada ishlatila boshlagandan keyin yuz nervini falajligini oldini olish protsenti juda ham o'sib ketdi. Ayrim holatlar shunaqa bo'ladiki, yuz nervi o'zi ezilib ketgan bo'ladi, pachoq bo'lib yotgan bo'ladi va operatsiya qilish davomida biz u o'smani ajratayotgan paytimizda vaqtinchalik parez yuzaga kelishi mumkin. Parez bu falajlikni yengil darajasi. Umuman olganda yuz nervi juda ham sezgir nerv hisoblanadi. Oddiy bir xuddi shabada tegib ketganda ham qisqa muddatga parez bo'lishi mumkin, ya'ni falajlik bo'lishi mumkin. Operatsiyadan keyin biz buni ko'rishimiz mumkin. 5 ta darajasi bo'ladi va 2-3 daraja ko'rinishida, ya'ni qisman yuzda defektlar bo'lishi mumkin, lekin 2-3 oy o'tgandan keyin bu defektlar tiklanib ketadi, ya'ni nerv o'zini tiklab oladi. Nima uchun bu narsalarni men podrobno gapirib beryapman? O'sha bemorim so'radi, aynan yuz nervimni saqlab qolasizlarmi deb. Chunki media, internet juda ham rivojlangan. Hamma xirurgga borishdan oldin albatta Googledan, YouTubedan, Instagramdan 8-juft nevrinomasi haqida o'qiydi va o'rganadi, biladiki, yuz nervi jarohatlanishi protsenti juda ham yuqori. Shuning uchun aytmoqchiman, bunaqa o'smalarni agarda operatsiya qildirmoqchi bo'lsanglar, albatta butun mana shu zamonaviy neyroxirurgik texnologiyasi ega bo'lgan markazlarga boringlar, chunki aynan shunaqa markazlarda hamma uskunalar ishlatiladigan bo'lsa, yuz nervini saqlab qolish ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Shunaqa do'stlar. O'zi umuman nevrinoma haqida keladigan bo'lsa, qanday holatlarda bu narsa bo'lishi mumkin deb izolirованный, ya'ni aynan nevrinomani o'zi alohida kasallik sifatida kelishi mumkin. Qisman o'sha yuqorida aytib o'tganimdek, o'sha nervi qobig'ida merlin oqsili bo'ladi va aynan ana shu merlin oqsilini ishlab chiqish mexanizmlarini boshqaradigan genda mutatsiya yuzaga kelgandan keyin, ya'ni o'sha gen buzilgandan keyin noto'g'ri ishlay boshlaydi va o'sha merlin oqsili ko'p miqdorda ishlab chiqadi. Oxir oqibat keyinchalik bu o'smaga aylanishi mumkin. Mumkin emas, aniq o'smaga aylanadi.
shunaqa va aynan ana shu o'sma aynan ana shu genni mutatsiyasi har xil holatlarda bo'lishi mumkin, birlamchi bo'lishi mumkin. Ya'ni har xil radiatsiya, ya'ni noto'g'ri ovqatlanish yoki umuman nosog'lom turmush tarzi, pitaniyani buzilishi sabablar juda ham ko'p. Konkret isbotini topmagan. Xullas o'sha genda mutatsiya bo'lgandan keyin o'sha o'smaga aylanadi keyinchalik bu oqsil. Va ayrim nasliy kasalliklarda neyrofibromatoz birinchi, ikkinchi tipida shunaqa bo'lishi mumkin. Nasldan naslga bu kasallik o'tadi va birinchi tipida bu kam sonli o'smalar paydo bo'ladi. Bir tomoni bitta o'sma bo'lishi mumkin, yoki ko'pi bilan ikkita bo'lishi mumkin. Ikkinchi tipi esa bu juda ham agressiv, ya'ni juda ko'p nervlarda ketma-ket nevrinomalar ikki tomonlama bo'lishi mumkin. Ya'ni ikkita quloq, ikkita quloqda ikki tomonda ham bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa eshituv nervida, ko'ruv nervida, 5-juftda va bir nechta orqa miyadan chiqadigan nervlarda bo'lishi mumkin. Shunaqa neyrofibromatoz ikkinchi tip bu avtoson dominant, ya'ni nasldan naslga o'tadigan nasldan naslga juda ham yuqori ehtimollik bilan o'tadigan kasallik hisoblanadi. Juda ham yomon kasallik va ayrim paytlarda operatsiya qilib ulgurmaymiz. Bitta o'smani olsak, boshqa nervdan yana bittasi o'sib chiqadi. Ketma-ket mana shunday o'sib chiqishi mumkin. Bu juda ham achinarli holat. Shuning uchun do'stlar, farzandlaringizni uylantirayotganingizda yoki qizingizni turmushga berayotganingizda albatta bunga e'tibor berish kerak. Ya'ni qarindoshlar orasidagi turmush aynan mana shunga o'xshagan defektlarni, ya'ni nasldan naslga o'tadigan kasalliklarni farzandlarda paydo bo'lish ehtimolini juda ham oshiradi. Shunga ehtiyot bo'lasizlar. Xullas, nevrinomalar haqida gapirib bermoqchi bo'lganim. Operatsiya masalasida yana agar keladigan bo'lsak, neyromonitoringdan tashqari o'smani olishi o'zida ham juda ham ko'p uskunalar bor. Bu albatta birinchi o'rinda mikroskop. Kerak paytlarda o'sma juda ham chuqurda joylashgan bo'lsa, gibrid holatda endoskop ham ishlatishimiz mumkin. Xalq tilida bu lazer deyiladi yana. Va o'smani olish uchun maxsus ultratovushli destruktor aspirator. Bu uskuna haqida men alohida Instagram sahifalarimda video qilganman. Ya'ni o'smani xavfsiz parchalab olishi bizga imkon yaratadi. Mexanizmi, ya'ni ultratovushli destruktor aspirator kavitatsion mexanizm deyiladi. Ya'ni atsosni uchida mayda tishlarga ega bo'lgan ultratovushli tezlik bilan harakat qiladigan mayda tishlari bo'ladi uskunani va o'sha vibratsion harakat natijasida o'sma to'qimasini parchalaydi va biriktiruvchi to'qima saqlagan har qanday to'qimani, ya'ni qon tomir bo'lsin, nervi, ma'lum bir nervlarni o'sha biriktiruvchi to'qimali obalochkasi bo'lsin, ularni jarohatlamaydi. Plus tomoni shunda, ayrim holatlarda bo'lishi mumkinki, o'sha o'smani devorida qon tomir bo'lishi mumkin, nervlar bo'lishi mumkin yoki o'sha miyani ajratib turadigan arachnoidal obalochkalar bo'lishi mumkin. Har qanday holatda mana shu ultratovushli destruktor aspirator bizga o'smani o'zini olib atrofdagi muhim strukturalarni jarohatlamaslikka imkonini yaratadi. Bizning markazda bularning hammasi bor va aytishim kerakki, O'zbekiston neyroxirurgiyasi juda boy va aynan nevrinomalarni operatsiya qilish juda ham ancha oldin boshlangan. To'g'risi hozir kamida 90-yillardan boshlangan. To'g'ri, texnika u payt uncha rivojlanmagan bo'lgan, balkim qanaqadir xatoliklar bo'lgan, lekin fan rivojlanyapti, xususan O'zbekistonda neyroxirurgiya ham rivojlanyapti. Bizani markazimizda ultratovushli destruktor aspirator ham bor, neyromonitoring, mikroskop, endoskop, mikrotexnika hammasi muvaffaqiyatli operatsiyani amalga oshirish uchun bor bizani markazimizda va tajribamiz ham yetarli. Aynan nevrinoma haqida men alohida videolarim ham bor. Instagramda aynan shunaqa operatsiyadan chiqqan bemorlar yuzida falajlik yo'q, kulib, xursand bo'lib o'zini dil izhorlarini videoda aytib bergan bemorlarim ham bor. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Xullas shunaqa do'stlar, sizlarga videom balkim unchalik содержательный emas, ya'ni
qisqa bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. To'liqroq ma'lumot berishim uchun agarda qanaqadir savolinglar bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldirsanglar, konkretno nevrinoma bo'yicha nima qiziqtiradi sizlarni, albatta javob beramiz sizlarga. Videom sizlarga yoqgan bo'lsa, like bosing, do'stlaringizga yuborib qo'ying. Ayniqsa o'sha O'zbekistonda neyroxirurgiya yo'q va nevrinomalarni operatsiya qila olmaydi bular degan do'stlaringizga yuborib qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang.